Gulistondagi portlash qurbonlarining oilasiga 100 million so'mdan moddiy yordam ajratiladi. Ayni daqiqalarda Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Sirdaryo viloyati faollari bilan yig'ilish bo'lib o'tmoqda. Uning davomida davlatimiz rahbari 2 kun avval Guliston shahri Taraqqiyot mahallasidagi umumiy ovqatlanish shoxobchasida ro'y bergan gaz balloni portlashi hodisasiga to'xtalib o'tdi. Davlatimiz rahbari yuqorida aytib o'tganimizdek, mazkur hodisa qurbonlari har birining oilasiga 100 million so'mdan moddiy yordam ajratilishi va ushbu yordam 3 kun ichida yetkazilishi bo'yicha mas'ullarga qat'iy topshiriq berdi. Shuningdek, malakali shifokorlardan iborat bo'lgan brigada mazkur hodisadan jabrlanganlarga bepul tibbiy va psixologik yordam ko'rsatadi. Shuningdek, mazkur hodisa ushbu fojia favqulodda vaziyatlar tizimi uchun saboq bo'lishi kerakligi va kelgusida, xususan qish faslida bunday holatlarning oldini olish uchun mas'ullar 24 soatlik ish rejimiga o'tishi zarurligi qayd etildi.